Maslak bir yatak tanıştırıp ben nilqida. Ma densiz ajoyib pekod olama. Oyoqqa peqiratni oldu ki. Hem de bu belki cık yatakda bo'lishi mumkin. Hem de ma bizim nilqinayaning yataqida men endi mushu deb o'ylaymanchi. Ma bizim nilqinayaningki palida jo'danda emas, nilqinayada hozir eng yaxshi, eng yangi, ham kichik ishlatgan hamma narsa qilsa eng yaxshisini qilayotgan yatakdan birisi. Sirtlardan urtiqqanlar bu do'st birodarlar kelib qolsa, yatadigan yer izlamay, mishaka sanglar bo'ldi degan narsalarni nilqinayadagi eng yaxshi bo'lgan palida jo'danda bir ko'z chiqaya. Ma'lumotlarni eng cho'ng yolg'iz kishi yataqida emas, masalan, to'y to'kinlarda ancha-muncha rasm tushadigan yoki qiz ko'chagalarda keladigan yerlarga alamat mas keladi ekan. Uniki malaniki ovoz orqali qo'ng'irg'ini bo'ldi ekan. Shodu. 我在， Aka chuanya. 已经打开窗帘。 Yani avtomatik ochildi ekan ovoz orqali. Avtomatik holda to'kni o'chirsizlarga, yondirsizlarga. Uniki malani yana bir yaxshi yer nima degan chog'da men qo'l juydigan yer bilan monchochni arib qo'yibdi. Hamma yatqini o'xshash ekan. Hamma yer qo'linglar jussanglar yana bir sanglar monchoch tushayotgan chog'da saqlab turmaysizlar degan gap. Uniki malaning zalmi qaranglar. Malaning zalning egizligi nayt egiz 270 chiqadi ekan bu alayidligi. Butunlay hamma yatqida deriz muqim cho'qim bor. Ammo derizi kichik manda deriz emas ekan. Mala bir tomda biraqla deriz qo'yibdi. Masalani ma ikki yataqqa kirib chiqay ya. Ikki yataqqa kirsakmi ahvol o'xshash. Mana yo'g'on deriz bir tom biraqla deriz aptap degan tushib turdi mana. Uniki ovozni kontrol qildigandaymiz, taraq turib hamma narsani nayt ixchamalat qilib qo'yibdi. Yani birisi nima degan chog'da malaninki tozligi bak yaxshi ekan, bu yataq degan ko'nirgan sira uyablari ishtikmayna to'ldigan sal tozlikda masala chiqadi ahvollar bo'lib qoldi. Ma yangi yataq, hamma narsa yangi. Shuning uchun bu yataqniki tozlik bo'lgan o'lchimini yuqori. Unda olsa masalani to'jarsa kirib chiqadi. Ajoyib bir yana ko'z tutgan yataqda men nurg'un yataqlarni yo'q deb o'ylayman. Men yig'in zaldan bir savol ekan. Masalan, sizlar bir yig'in o'tkazsizlar, mahsulot sotadigan, yana bir nima qiladigan degandek cho'ng-cho'ng yig'inlar bo'lib qolsa, menda yig'in zallar bor ekan, ishlasanglar bo'ladi ekan, to'ying deymiz, mikrofon degan u odatli kishilar, hamma narsa to'liq bor ekan. Mana buning bo'lmaganda 50-60 odam gap yo'q sig'di. Manda qilayotgan gap naqadaki balida jo'diya. Malaniki to'jarsi mana dalan saroyi deb qo'yamdiq. Mayada mana kichida bir yig'iz uy bor, ma ishidimi qo'sh kishilik karvat, uningki malaninki, to'janinki. Bunisi ajoyib cho'nka ko'zonima. Bularni men yana hamma yataqlar shuki. Men qo'ljidigan yas ayrim teshidiki. Suv chacharib ketmaydi, siz o'zingiz yug'ishga kelmirsiz munchochisi. Uningki maja o'ynaydiganlar bor, bildiganlar o'ynab baqsanglar bo'ldi majanda. Endi bir eng muhim yer nima degan chog'da ma yataqni yazsanglar, attiganlik, nashtlik haqsiz. 2 kishilik, 3 kishilik haqsiz qilib berdi. Uningki malaning mashin to'xtadigan yerimi alaydi, cho'ng. Tok mashin qaçadigan yerim bor. Mush bina ishchilar cho'shilari bor. Nayt qolaylik. Mayli jiraqdan kelgan urtiqqanlar bo'lsin, do'st birodarlar bo'lsin yoki to'y to'kinlar bo'lib qolsin. Hammasi mishakib ampay qilsanglar bo'ldi-ki. Nilqidagi eng pakiz, eng yaxshi, eng cho'ng yataq deganni men tanishtirib qo'ydim degan sizlarga davomli diqqatinglar menda bo'lsin.